Ko'pchiligi bilsa kerak, Windows'da linklarni ustiga bosganimizda ular avtomatik tarzda Microsoft Edge brauzerida ochilishni boshlaydi. Hozir biz linklarni Google Chrome brauzerida ochishni o'rganamiz. Buning uchun pustga o'tamiz, ya'ni startga. Bu yerdan Настройки settingsga o'tamiz. Endi bu yerdan Apps bo'limini tanlaymiz. Bu yerdan Default Apps bo'limiga o'tamiz. Pastroqqa tushamiz. Mana bu yerda web brauzerda Microsoft Edge avtomatik, ya'ni pamalchanu tanlangan turibdi. Shuni ustiga bosamiz. Bosganimizda esa bizda web brauzerlari varianti kelib chiqadi. Qaysini tanlasak, ana o'shanda linklar avtomatik tarzda ochiladi. Bizga Google Chrome kerak. Google Chrome'ni ustiga bitta bosamiz. Mana bosdik. Endi bizda linklar faqat Google Chrome'da ochiladi. Shunaqa qilib Microsoft Edge'dan qutulsak bo'ladi. Endi faqat Google Chrome'da linklar ochiladi. Menimcha foydali bo'ldi. Siz ham sinab ko'ring. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying, tanishlarga ulashib qo'ying. Kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha